Meni kuzatadigan mini blogerlardan o'zim haqimda savol beraman. Birinchi savol, meni eng yoqtirgan rangim. Sizni yoqtirgan ranglaringiz rozvi, sariq. Bitta eng yoqtirganim. Rozvi, sariq bo'lishi mumkin. Sariq. Men yaxshi ko'rgan ranglari sariq deb o'ylayman. Men borishni orzu qiladigan davlatlarni yaxshi bilmayman. Shveysariya. Bilmadim men lekin. Yaponiya. Men nechta tilda gapira olaman va qaysi? Ingliz tili, rus tili, turetskiy, ozarbayjoncha, то есть ozarbayjonskiy и arabskiy. Ruscha, o'zbekcha, inglizcha, koreyscha, arab tili. Malaycha, inglizcha, ruscha, o'zbekcha, arabcha. Inglizcha, turkcha, arabcha, hozir o'rganayotgan tillari Indoneziya tili. Stewardessa kasbimda necha yil tajribaga egaman? 2 yil. 3 yil. 2 yil. Blogimni nima uchun kuzatishni boshlagansiz? Yoshligimda, kichkinaligimda stewardessa bo'lish orzum bo'lgan. Keyin bilan stewardessaligini ko'rganman, travel ko'proq. Travel videolardan keyin bo'lgan, chunki o'zim ham travelni yaxshi ko'raman, travel qilib turaman. Meni eng yaqin insonim bo'lganingiz uchun ko'proq kuzataman. Yaxshi ko'rganim uchun, yoqqaningiz uchun. Sizchi men haqimda nechta savolga to'g'ri javob bera oldingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.